G'allachilikda qishki agrotexnik tadbirlar jarayoni. Darhaqiqat, Buxoroda har yilgidek bu yil ham hosil taqdiri hal qilinayotgan hozirgi pallada yosh g'alla nihollari parvarishiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, viloyatda bu yil jami 65 ming gektar maydonga qadalgan Alekseyevich, Antonina, Vassa, Starshina kabi serhosil navlar tobora ko'kka bo'y cho'zmoqda. Hozirga qadar umumiy maydonlardagi kuzgi bug'doyning 1284 gektari 1 va 2 chinbargli, 4000 gektari 3-4 chinbargli, qolgan qismi esa to'plash fazasida rivojlantirilmoqda. Hozirgi holatda viloyat bo'yicha 61 ming tonnadan ortiq mahalliy va 56 ming tonna mineral o'tlar zaxirasi yaratilgan bo'lib, bir qator fermerlar dastlabki oziqlantirish jarayonlarini olib borishmoqda. Qadimiy usullar, qolaversa zamonaviy tajribalardan shu narsa ma'lumki, qish faslida yer darmoni sanalgan mahalliy o'tni dalaga kiritishning samaradorligi yuqori, chunki u Buxoro vohasining sho'rlanishga moyil bo'lgan aksariyat ekin maydonlarida tuproq tarkibini yaxshilashga xizmat qiladi. Dala dehqonchilikda g'alla parvarishida o'ziga xos agrotexnik tadbirlar qish mavsumidan vegetatsiya davrigacha bo'lgan davrda amalga oshiriladigan juda ko'p tadbirlar bor. Jumladan Buxoro viloyatini oladigan bo'lsak, Buxoro viloyatining o'ziga xos tabiiy injiqliklari bor. Ya'ni Buxoro viloyatida biz g'allani ikki xil, ya'ni ochiq dalada hamda g'o'za qator orasiga ekamiz. Mana shu dalalarda bajariladigan agrotexnik tadbirlarga juda katta ilmiy asosda yondashish kerak. Sababi shundan iboratki, Buxoro viloyatining tuproqlari sho'rlangan. G'alla maysalari baravj, yaxshi o'sib rivojlanishi uchun mana shu birinchi navbatda sho'rni yo'qotish lozim. Shuning uchun mana shu qish davrida sho'r yuvish bilan birgalikda, masalan, boshqa qishloq xo'jalik ekinlari yerlarini parallel ravishda g'alla maydonlarini ham sho'rni yuvib borish kerak. Bundan tashqari, g'allani o'sish rivojlanishini jadallashtirish, undan yuqori hosil olish bo'yicha mana prezidentimiz qilgan yaqindagi murojaatlarda ham g'alladan kamida 100 sentner hosil olish ko'rsatmasini berdilar. Ana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Buxoro viloyati sharoitida g'alladan 100 sentner hosil olish uchun biz bugungi kundan boshlab mana shu qish mavsumida mana e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, g'allani parvarishlashda biz e'tibor beradigan narsalar, birinchidan g'allani sharbat asosida sug'orishni ham amalga oshirish lozim. Har gektar maydonda kamida chirigan go'ng 15-20 tonnadan g'alla maysalari ustiga sepish lozim. 100 sentner hosil olmoqchi bo'lsak. Bundan tashqari g'alla maydonlarida fosforli, kaliyli mabodo berilmagan bo'lsa, mana bunday maydonlarni fosforli, kaliyli biostimulyatorlar bilan suspenziyalash kerak hozir. Bo'lg'usi g'alla hosilidan mo'l va sifatli xirmon ko'tarish maqsadida qishki agrotexnik tadbirlarni o'z muddat me'yorlarida o'tkazish jarayoni viloyatning barcha tumanlarida maxsus dastur doirasida uyushqoqlik bilan davom ettirilmoqda. Masalan, davlatimiz rahbarining 2020-yil 11-dekabrdagi qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilinganidan keyin o'tgan 5 yil davomida jondorda suv ta'minotida resurs tejamkor ilg'or texnologiyalarni agrar tizimga keng tatbiq etish ishlari yangi bosqichga chiqdi. Ya'ni tumanda 100 dan ortiq fermer xo'jaliklarida g'allachilik va paxtachilikda tomchilab sug'orish texnologiyalari joriy etildi. Bu esa o'zining ijobiy natijasini ko'rsatmoqda. Muhtaram Prezidentimizning 2020-yil 10-dekabrdagi tegishli qarorlari asosida Jondor tumanimizda 135 ta fermer xo'jaligimiz tomonidan suv tejash texnologiyalari joriy qilindi. Jondor tumanida suv yetkazib berish tizimini yaxshilash maqsadida va suv yo'qotishlarini oldini olish maqsadida 2025-yilda keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Tumanda jami 221,9 kilometr kanallarimiz betonlashtirildi. Jumladan, davlat dasturi asosida 32,7 kilometr kanalimiz, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida 12,7 kilometr kanalimiz, tashabbusli budjetning birinchi va ikkinchi mavsumlarida 11,5 kilometr kanallarimiz va fermer xo'jaliklarimiz hisobidan esa 165 kilometr kanallarimiz betonlashtirildi. Mazkur qilingan ishlar natijasida kanallarning foydali ish koeffitsiyenti 90-95% ga yetdi va 38 million metr kub suv yo'qotilishlari oldi olindi. Bu boradagi ishlarimiz davom etyapti. Fermerimda g'alla maydoni 27,5 gektar. Mana shundan mo'l hosil olish uchun yomg'irlatib sug'orish qilganman. Yomg'irlatib sug'orishni foydali tomonlari ancha ko'p. Bundan oldin yomg'irlatib sug'orish yo'q edi menga. 60, 65, 70 sentnerlar berardim.
g'alladan. Lekin hozir ana shu 3 yilning ichiga 100 sentnerdan oshiq g'alla berib kelmoqdaman. Ana bu yilgi rejalarim ham 110 sentnergacha g'allani topshirmoqchiman. Lekin foydali tomonlarimizni hisobga olsak, suv tejamkorligi bo'ladi. Ishchi kuchi kam ketadi bu narsaga. Ancha masalan ana elektrga subsidiyalar beriladi, soliqdan ozod bo'lish mumkin. Boshqa har tomonlama buni yengillik, yaxshilik tomonlari ham bor. Ayni chog'da yer egalariga amaliy yordam berish davlatimiz tomonidan yaratilayotgan imtiyozlarni tushuntirish maqsadida Respublika Fermerlar kengashi tomonidan ishchi guruh tashkil etilgan. Yaqinda ishchi guruh a'zolari tumandagi Qurbonov G'afur Hasanovich fermer xo'jaligida ko'rgazmali seminar tashkil etdilar. Unda so'zga chiqqanlar tarmoqdagi hozirgi kechiktirib bo'lmas vazifalarga alohida to'xtalib o'tishdi. Ayniqsa rivojlanishi orqada qolayotgan g'alla maysalari parvarishini zudlik bilan tashkil etish, dala boshiga mahalliy o'g'it jamg'arib, peshma-pesh yosh nihollarni oziqlantirish bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Bu borada fermer G'afur Qurbonovning ish usullari alohida tilga olindi. Fermer xo'jaliklariga davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar va qo'shimcha shart-sharoitlar yaratib berilgani tushuntirishlar berilyapti. Mana bugungi fermer xo'jaligimizda amalga oshirilgan suv tejash texnologiyalari borasida berilayotgan imtiyozlar haqida tushuncha berildi. Bundan tashqari fermer xo'jaliklariga paxta va g'alla yetishtirishda berilgan imtiyozlarni o'z vaqtida qaytarish bo'yicha qo'llanilgan imtiyozlar haqida tushuncha berildi. Shuningdek, bu fermer xo'jaliklarida paxtadan 50 sentner, g'alladan 100 sentner hosil olish bo'yicha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish bo'yicha ham keng tushunchalar berib borildi. Bunda fermer xo'jaligining imkoniyatlari kengayadi. O'sha fermer xo'jaligi olgan daromadidan qo'shimcha bir tarmog'ini qo'yadi, ko'p tarmoqli bo'ladi. Bunga qo'shimcha yana imtiyozlar berilgan. G'alla o'simligini dastlabki o'sib unib chiqqandan to panjalash davrigacha bo'lajak g'allani boshog'i uzunligi va bo'lajak donlar, ya'ni bo'rtmachalari hosil bo'ladi. Mana shu bo'rtmachalarni ko'p bo'lishi, boshog'ini uzun bo'lishi bunga agrotexnik tadbir bilan bog'liq. Agar yerda yetarli miqdorda oziqa kiritilgan bo'lsa, g'allaning mana shu panjalagandan keyin hosil bo'ladigan har bir yangi poyalarda boshoqlar uzun bo'ladi, bo'rtmalar soni ko'p bo'ladi va shunga mos ravishda g'alla doni ham boshog'i uzun va donlar soni ko'p bo'ladi. Keyinchalik agarda oziqani orqaga qo'yadigan bo'lsak, mana shu jarayonni biz yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Keyin berilgan o'g'itlar faqat o'sish, rivojlanish, vegetatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin, lekin boshog'ini uzun bo'lib, boshoqda donlarning sonining ko'p bo'lishiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Shuning uchun bugun bu ishni qilish kerak. Buxoro viloyati sharoitida mana shu ishlarni agar biz shu kecha kunduzda amalga oshirsak, g'alla maysalarimizdan prezidentimiz ta'kidlaganlaridek 100 sentnergacha hosil olish imkoniyati bor. Buxoroning shimoliy qismida joylashgan Shofirkon tumanida ham g'allachilikdagi qishki agrotexnik tadbirlar sifatli tashkil etilmoqda. Mahalliy o'g'itni dalaga kiritish orqali g'allachilikda tuproq unumdorligini ko'tarib, mineral o'g'itlar samaradorligi oshirilyapti. G'allachilik taqdiriga daxldor dolzarb vazifalarni kechiktirmay amalga oshirish uchun tuman fermerlar kengashi tomonidan tuzilgan ishchi guruh joylarda o'z tavsiya va ko'rsatmalarini berib bormoqda. Ma'lumki, Buxoro vohasining iqlimi va tuproq sharoiti boshqa viloyatlardan bir muncha farqlanadi. Ayniqsa, ekin maydonlari sho'rlanishga moyil. Shunga qaramay Shofirkonda har yili g'alla ishlab chiqarish salmog'i ko'zlanganidan ortiq bo'lyapti. Chunki bu yerda yer egalari o'z mehnatining pirovard natijasidan doimiy bahramand bo'lishi, sohada bir-biridan muhim agrotexnik tadbirlarni o'z muddat me'yorlarida sifatli bajarish mas'uliyatini oshirmoqda. 2026-yil hosili uchun 3200 ta fermer xo'jaligimiz 65 ming gektar maydonida serhosil g'alla navlari ekildi. Ayniqsa mana shu dehqonlarimizni sa'y harakati bilan to'liq ko'chatlar undirib olishga erishdik. Joriy yilda mana shu qilayotgan agrotexnik tadbirlarimiz boshqa yilga nisbatan bir muncha farq qilyapti. Shuni inobatga olgan holatda biz mana shu yanvar oyida har gektar maydonga 150 kilogramdan sulfat amoniy o'g'itlari bilan g'allalarni bir marta to'liq oziqlantirishga erishdik. Buning eng asosiy sababi mana shu g'allalarimiz qishdan bir sog'lom ko'chat undirib olgan maydonlarimizda hosil yaratishni asosiy maqsad qilgan bo'lsak, har gektar maydonga 5 tonnadan mahalliy o'g'it jamg'arib, sharbat bilan sug'orish usullarini amalga oshirmoqdamiz. Buning eng asosiy maqsadi joriy yilda g'allachilikda 100 sentnerlik harakati bu fermer xo'jaliklarimizni ayniqsa mana shu dehqonlarimizni yanada ilg'or mehnat qilishga undayapti. Joriy yilda mana g'allachilikda o'tgan yilga nisbatan jamg'arma tomonidan berilayotgan mablag'lar bir muncha oshirildi. 0.6 koeffitsient qo'llanildi. Bu fermer xo'jaliklarimizga
o'sha agrotexnik tadbirlarni o'tkazish vaqtida qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lyapti. Bundan tashqari mana o'tgan yil paxtachilikda subsidiya tizimi amalga oshirilgan bo'lsa, joriy yilda mana g'allachilikda ham subsidiya tizimi qo'llanilganligi bu fermerlarimizni g'alladan yanada yuqoriroq hosil olishga undayapti. Xulosa o'rnida shuni alohida tilga olish mumkinki, bu yil buxorolik yer egalari g'allachilikda ulkan xirmonlar yaratish uchun mavjud barcha imkoniyatlarni yosh maysalar parvarishiga qaratmoqda. Bu esa to'kinlikka qo'yilayotgan mustahkam poydevordir.